Xo'p, assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun Excel dasturining formulalar qismini ikkinchi qismini o'tamiz. Ya'ni bizlar statistik formulalar, matnli formulalar, statistik murakkab formulalarni Excel dasturida sinab ko'ramiz. Bo'lsa ketdik. Statistik formulalar asosan statistikalarni, ya'ni ikkita sonni bir-biri bilan solishtirish, sonlarni asosan o'sha solishtirish uchun ishlatiladi. Bu statistik sizda mana formulalar bo'limingizda ko'rinmasligi mumkin, lekin другой funksiya statistik bo'limdan bu yerdan demak topib olsak bo'lar ekan. Mana shu formula hammasi statistik formulalar hisoblanadi. Biz o'zimizga kerakli hozir osonroq formulalarni o'rganib turamiz. Bular qaysilar? Max funksiyasi, minimum funksiyasi va sriznach. Mana ikkita son berilgan va o'sha ikkala sonni demak nima qilishimiz mumkin? Ikkala sonni umumiy holatda solishtirishimiz mumkin. Max degani maksimum, ya'ni mana shu ikkita sonni orasidan qaysi biri kattaroq, mana shuni bizga aniqlab beradi. Другой funksiyaga kiramiz, statistikaga kiramiz va bu yerdan max funksiyasini topib olamiz. Mana max funksiyasini topdim, maxni kiritdim. Chislo 1 mana o'chiraman. Chislo 1 ni o'rniga mana 12 sonni xohlasangiz, chislo 1 ga 12 son joylashgan yacheyka D7 yacheyka, chislo 2 ga 15 sonni joylashgan yacheyka va ok tugmasini bosdik. Mana qaysi son katta ekan? 15, ya'ni max degani maksimum. Ikkita sonni solishtirib menga kattasini chiqarib berdi. Endi minimum qanday kiritamiz? Другой funksiya statistikaga kiritamiz va bu yerdan min funksiyasini tanlaymiz. Yo'q, bu yerda ham max funksiyasini tanlaymiz. Faqat sizga salgina boshqacharoq usulda kiritishni o'rgataman. Max funksiyasini tanladik va bu chislo degan joyga 23 va 55 sonlarni belgilagan holatda ok tugmasini bosamiz. Mana 55 soni. Xuddi shunday 11 12 kiritamiz. Другой funksiya statistiki, max funksiyasi va o'sha 11 12. Enterni bosdik. Menimcha kiritishni o'rganib olalaringiz. Buni yana bitta usuli bor. Qanday? Mana belgilaysizlar. Bizda avtosumma degan belgi bor mana. Avtosummani belgisi bor. Mana shu yerga kirgan holatda bu yerda mana maksimum minimum mana stilkachani bosamiz. Maksimum minimum qismlari bor. Bu yerdan agar maksimumni belgilaydigan bo'lsak, mana maksimumni belgilayman va max funksiyasi avtomatik yonadi va tepadagi yacheykalarda demak nima qilar ekan? Bir-biriga belgilab berar ekan. Bizga esa mana bu yacheykalar kerak. Mana belgiladik. Enter tugmasini bosdik. 12 soni. Endi minimum funksiyasi bilgan bo'lsalaringiz, endi kichigini chiqarib beradi. Min funksiyasi bor bu yerda. Min funksiyasi. Xo'sh, matematikaga kiribman, statistikadan. Min funksiyasini tanlab olamiz. Min funksiyasi kirdik va o'zimizga qaysi minimum ikkita sonni belgilaymiz. Minimum son belgilandi. Ok tugmasini bosadigan bo'lsak, mana 9 va 2 sonlardan kichigi qaysi? 2 edi. Mana 2 sonni chiqarib berdi. Xuddi shunday 45 sonni mana avtosummaga kiramiz va bu yerda minimum funksiyasini tanlagan holatda ikkita yacheykani belgilab enter tugmasini bosamiz. Mana 45 soni. Xo'p, avtosumma minimum 7 va nimasi? Mana enter sonini bosdik, mana 7 sonini chiqarib berdi. Xuddi shunday endi sriznach bu masalan sonning o'rta arifmetiki deyiladi. Ya'ni ikkita son berilgan bo'lsa va shu ikkita sonni bizga o'rta arifmetikini aniqlashda foydalanamiz. Ya'ni qanday? 78 va 45. Mana другой funksiya statistiki sriznach. Xo'p, sriznach mana 78 va 45 sonlarni belgilagan holatda ok tugmasini bosadigan bo'lsam 61,5. Ya'ni ikkita sonning o'rta arifmetiki ikkala sonni qo'shib sonlar miqdoriga bo'lamiz. Ikkita bo'lgani uchun 2 ga. Keyin 3 va 22 mana kiramiz. Другой statistiki va sriznach. Sriznach buyrug'i. Va 3 va 22 sonlarni belgilagan holatda ok tugmasini bosamiz. Mana 12,5. Xuddi shunday bu ham. Другой funksiya statistiki bu ketib qoldi boshqasiga. Boshqacha usulni o'rgataman buni. Avtosummaga kiramiz. Bu yerdan mana sredniy o'rtacha
belgilasak mana sriznach o'zi avtomatik yonadi. 2 va 4 mana bu yerda yacheykalar belgilab enter tugmasini bosamiz. Mana 11 soni joylashdi. Demak, bu nima ekan? Umumiy holatda mana shu statistik funksiyalarga misol bo'lar ekan. Keyingisi matnli funksiyalar, ya'ni tekstoviy funksiyalar. Tekstoviy funksiyalarda qanday sinab ko'ramiz? Qarangizlar. Ana tekstoviy o'zi formulalarda bor, mana tekstoviy funksiyamiz. Delister buyrug'ini ham o'zining vazifasi bor. Qanday vazifa bajaradi? Delister salom degan so'zimiz bor. Salom degan so'zimiz bor va mana shunga teng belgisini bajargan holatda salom degan so'zimizga mana xo'p, delister buyrug'ini kiritamiz. Delister bu mana shu matnda nechta harf qatnashganligi yoki nechta belgi qatnashganligini sanab beradi. Masalan, delister text degan joyga matnni kiritaman. Matnni kiritib, ok tugmasini bosdim. Necha chiqdi? 5. Mana rahmat. Xuddi shunday kiritamiz. Tekstovoy delister. Text degan joyga rahmat degan so'zni kiritamiz va ok tugmasini bosamiz. Mana 6 ta chiqdi. Endi iboralar haqida qarang. Iboralar 8 ta, haqida 6 ta, 14 ta va bu yerda bo'sh joy bilan 15 ta belgi chiqishi kerak. Mana delister text degan joyga iboralar haqida deb belgilaymiz va ok tugmasini bosamiz. Mana 15 ta. Endi paftor degani bu mana shu salom degan so'zni necha martadir qayta demak yozib berish. Buni kiritamiz, text bo'limiga kiritaman. Text bo'limiga paftor kiritaman va text matnni kiritaman. Chislo paftorini masalan 4 marta qaytar mana shu so'zni. Ok tugmasini bosasak, salom mana 4 marta qaytdi. Kiraman. Kirdim. Tekstoviga kirdim. Paftor belgisini kiritaman. Text degan joyga salom mana aka degan so'zni kiritaman. Chislo paftorini masalan 6 marta o'shani yozib beraman. Xuddi shunday demak matnda mana shu qismlarda yozib olsak bo'lar ekan. Xo'p, videomiz yozyapti, demak ketdi. Endi propisin degan buyrug'imiz bor. Propisin bu nima? Kichik harfda yozilgan so'zlarimizda bosh harfga yozish uchun ishlatiladi mana. Tekstoga kiramiz. Propisin degan buyruq mana. Propisin. Text degan joyga mana katta, mana kichik harfda yozilgan so'zimizni kiritamiz va ok tugmasini bosamiz. Mana katta deb son chiqdi va pastga belgilaymiz buni ham. Mavjud davron mana belgilaganimizdek, demak mana shu so'zlarimizni katta mavjud davron deb chiqarib berdi. Xuddi shunday. Yaxshi, rahmat, hovli. Bu yerda ham nima qilishimiz mumkin? Bu yerda endi sovpat degan nima bor? Sovpat degan buyrug'imizning vazifasi ikkita matn berilgan bo'lsa, bularni taqqoslaydi. Ikkita matndan qaysi biri yaxshi bo'ladigan bo'lsa, ya'ni bir-biriga o'xshash bo'ladigan bo'lsa, istina, agar bir-biriga o'xshamasa, harfida yoki belgisida farq qiladigan bo'lsa, loj deb chiqarib beraman. Kiritamiz. Tekstovoy sovpat buyrug'ini sinayman. Sovpat text 1 ga yaxshi, text 2 ga keyingi nimani kiritamiz va ok tugmasini bosadigan bo'lsam, mana loj deb chiqardi. Rahmat. Bunda ham xuddi shunday. Demak kiritamiz, kiritamiz. Tekstovoy qaysi ekan? Sovpat buyrug'i va mana rahmat text 2 ga keyingi rahmat mana. Ok tugmasi loj deyapti. Nima uchun loj? Ikkita matn bir-biriga o'xshamaydi shuning uchun. Aynan bir xil bo'lsa, bu yerda demak nima? Istina buyrug'i chiqishi kerak. Kiramiz, sovpat. Text 1 ga hovli, text 2 ga ham hovli mana. Va ok tugmasini bosadigan bo'lsak, mana istina. Loj, istina. Masalan, hovli demak nima bo'ldi? Mana istina bo'ldi. Xo'sh, endi nima qilamiz? Endi mantiqiy funksiyalarni ham ko'rib o'tamiz. Demak, matnli funksiyada mana shu tekstovoy bo'limidan topasizlar. Formula tekstovoyda. Mantiqiy funksiya degani bu logiskiy funksiya, ya'ni qanday bu? Mana shu yerda tahlil qilishimiz kerak. Masalan, o'rtacha mana Olim, Komil, Botir, Abror degan o'quvchilarimiz, Olim, Komil, Abror, Botir degan o'quvchilarimiz 5 ta fan bo'yicha imtihonga kirishdilar va quyidagi baholarni olishdilar. Mana
Bu jadvalni albatta o'zingizda yasab ko'ring va bugungi nimamiz если funksiyasini ko'rish. Birinchi o'rinda ularda mana shu 5 ta fandan olgan baholar, masalan, olimda 5 ta fandan olgan bahosini o'rtacha qiymatini chiqarishim kerak. Buni qanday qilib chiqaraman? Belgilayman. Matematikskiga kiraman. Nimaga logiskiy, ya'ni mantiqiy funksiyalar logiskiga kiraman va bu yerdan если buyrug'ini kiritaman. Log выражениyaga shart kiritaman. Log выражениyaga yo'q. Birinchi o'rtacha ballni bizlar boya aytgandik, avtosummadan средний orqali yoki средняч funksiyasi orqali topib olishimiz kerak mana. Средняч orqali men o'rtacha qiymatini topib oldim mana. Masalan, другой funksiya statический. Bu yerdan qaysini tanlar ekanmiz? Bu bosilib ketdi. Другой funksiya statический. Средняч funksiyasini tanlaymiz. Средняч. Число degan joyimizga masalan mana shu matnni, ya'ni baholarni kiritamiz va ok tugmasini bosadigan bo'lsak, bizga umumiy holatda mana shuning o'rtacha qiymatini hisoblaymiz. Buni tatbiq qilsak ham bo'ladi. Masalan, bittasini hisoblab nimamiz. Endi uning o'rtacha balliga qarab bilim darajasini baholab olamiz. Yoki a'lochi bo'lishi mumkin, yoki ikkichi bo'lishi mumkin. Buni hozir ko'ramiz. Endi kiritamiz mana bu yerga. Endi logiskiy bo'limidan kiramiz. Если funksiyasini tanlaymiz. Bu yoqqa o'tib ketdi. Mana yacheykani belgilab olingizlar. Aniq mana shu yacheykalarga qarab ishlashlaringiz kerak. Belgiladik. Logiskiy bo'limidan если ni tanlaymiz hamda log выражениyaga shart kiritamiz. Agar olimda 5 ta fandan olgan baholarining o'rtacha qiymati, mana o'rtacha qiymati joylashgan yacheykani kiritdim. O'rtacha qiymati kichik bo'lsa 4 dan yoki katta bo'lsa 4 dan katta bo'lsa istina, ya'ni istina qiymat, istina mana bo'ladi. Istinadagi qiymat mana bu katakchaga chiqsin. Bu yerga a'lochi deb yozib qo'yaman. A'lochi deb kiritaman. Agarda olimda o'rtacha balli 4 dan kichik bo'lsa-chi, 4 dan kichik bo'ladigan bo'lsa, demak nima bo'lar ekan? Ikkichi deb yozib qo'yamiz. Ya'ni olim o'sha 2 baho olgan bo'ladi. Ok tugmasini bosadigan bo'lsak, mana a'lochi chiqardi. Nima uchun a'lochi chiqardi? Uning o'rtacha balli 4 dan ziyod bo'lganligi uchun, ya'ni 4.4 bo'lganligi uchun. Ana a'lochi chiqardi. Ikkinchisiga ham xuddi shunday yozib ko'ringizlar. Albatta buni ko'proq o'zlaringiz qo'lda kiritishga harakat qilingizlar mana. Log выражениyaga nima qilamiz? Komilda o'rtacha balli joylashgan yacheykani kiritamiz. Hamda o'sha shift bilan katta deymiz. Nechidan bo'lsin? 4 dan katta bo'lsin dedik. Istinaga bunday holatlarda a'lochi, lojga esa bunday holatlarda demak nima qilamiz? 2chi deb kiritamiz. Hamda ok tugmasini bosadigan bo'lsak, mana a'lochi deb chiqarib berdi. Demak, bu 5 olganligi uchun. Buni pastlarga tatbiq qiladigan bo'lsak, mana demak Botir 2 olganligi uchun 2chi chiqardi. Abror a'lochi bo'ldi, chunki bu son 4 dan katta bo'lganligi uchun. Demak, jadvalni qanday yasashni o'rganib olalaringiz. Mana Excelda jadval qilasizlar, ismlarni yozasizlar, fanlarni yozasizlar, o'rtacha ball darajalarini aniqlagan holatda xuddi mana shunday tarzda demak nima qilsak bo'lar ekan, hisoblab olsak bo'lar ekan. Endigi funksiyamiz bu statistika funksiyasi, ya'ni boya biz ko'rib o'tdik ayrim oson funksiyalar. Endi bu salgina murakkab funksiyalarga o'tamiz. Hamda jadvallarimiz bor mana. Biz uchun tayyor jadval qilganmiz. Kodlar berilgan, ishchilar ismi berilgan, sana berilgan, narx berilgan. Mana shuni biz filtr orqali aniqlab olishimiz kerak. Buni qanday hisoblaymiz? Buyurtmaning minimal summasi degan qism bor. Ya'ni mana shu buyurtma, masalan, ishchi tomonidan qabul qilingan bo'lsa, mana shu ishchilar tomonidan qabul qilingan buyurtmalar bo'lsa, narxlari berilgan. Mana shu narxlarni eng kichkinasini biz aniqlab olishimiz kerak. Buning uchun minimum funksiyasidan foydalanamiz. Qanday qilardik? Avtosumma orqali kirib ham foydalansak bo'lardi. Minimum.
va narxlar joylashgan ustun, ya'ni D ustunni belgilab qo'yaman. Ya'ni mana shu ustundagi eng kichkina sonni menga nima qilishligi uchun, topib berishligi uchun enterda bosaman. 354 chiqdi. Max funksiyasi ham xuddi shunday. Max endi bu katta avtosummaga kiraman, maksimum kiritaman va D ustunni belgilab qo'yaman. Va ok tugmasini bosadigan bo'lsam, mana eng kichkina son 354, mana shu sonlarning ichidan eng kichigi 354, eng kattasi esa 14956 ga teng ekan. 14956 ga teng ekan. Buyurtmaning o'rtacha summasi. Buyurtmaning o'rtacha summasini endi qanday hisoblab olamiz? Xo'p, buyurtmaning o'rtacha summasini qanday hisoblab olamiz? Demak, bu сризнач orqali, другие funksiya statический. Bu yerdan сризнач funksiyasini topamiz. Сризнач mana. Сризнач funksiyasini topdik. Hamda bu yerda o'chiraman. Сризнач funksiyasini o'chirgan holatda mana shu ustun, ya'ni D ustunni belgilayman. Bu D ustundagi hamma narx joylashgan katakchalarni qo'shib menga o'rtacha qiymatni hisoblab beradi mana. Mana bu narxi, mana bo'sh kataklar hisoblamaydi. Qachonki bu yerga son qandaydir belgi yozsangizgina keyin hisoblab berishligi mumkin. Mana 5739 mana сризнач orqali amalga oshirildi. Endi narxlar bo'yicha reyting tuzamiz. Narxlar bo'yicha reytingda qanday aniqlab olamiz? Narxlar bo'yicha reytingda qanday aniqlab olamiz? Belgilaymiz. Birinchi o'rinda turgan eng katta sonni aniqlashimiz kerak. Buning uchun наибольший funksiyasi. Другие funksiyaga kiraman, statический va bu yerda наибольший funksiyasini topaman. Наибольший eng kattasi mana. Belgilaymiz. Massivga kiritamiz mana shu ustunda. Mana shu ustundagi yo'q, endi bu yerga mana bu nimani kiritaylik. Sonlar qatorini kiritaman. K, ya'ni pozitsiya nechinchi o'rindagiz kerak? Bizga birinchi o'rinda turadigan eng katta son kerak. Agar ikkinchi o'rin bossalaringiz mana bu yerda ham o'zgaraman. 2 14649 mana ikkinchi o'rinda ekan. Agar buni 1 ga o'zgartiradigan bo'lsak 14956. Bizga birinchi o'rinda turadigani kerak edi. 14956. Xuddi shunday ikkinchi, uchinchi o'rindagilarni ham yasab olsak bo'ladi. Qanday? Другие funksiya statический наибольший ekan. Наибольший. Massivga o'sha D ustun, pozitsiyaga esa endi 2 yozamiz. Ya'ni ikkinchi o'rinda turadigan eng katta son kerak edi. Mana xuddi shunday uchinchi o'rinda ham aniqlab olish. Ya'ni siz ham xuddi mana shu jadvalni yasab, xuddi mana shu amallarni ketma-ketlikda bajarib borasiz. Narxlar bo'yicha reytingda endi teskarisi bor, ya'ni nayimenshi degan funksiya, bu esa eng kichigini topib beradi. Eng kichkina birinchi o'rinda turadigan son. Другие funksiya statическийga kiraman va nayimenshi funksiyasini bu yerdan topaman. Pastga tushib ketdim. Nayimenshi topdim. Massiv degan joyga men boyagidek D ustunda kiritdim. Mana D ustunda belgilab oldik. D bo'ladi. Pozitsiyasi birinchi o'rinda mana 354. Eng kichkina birinchi o'rinda turadigan son qaysi ekan? 354 soni ekan. Endi esa eng ikkinchi o'rindagisini ham chiqarib qo'yamiz. Statический qaysi? Nayimenshi mana. Nayimenshini belgilaymiz. Massivga belgilayman mana D ustunda. Pozitsiyaga ikkinchi o'rinda turganicha ikkinchi o'rinda belgilayman va ok tugmasini bosaman. 356. Ikkinchi o'rinda turadigan eng kichkina son 356. Demak 354 356 dan kichik bo'lgani uchun birinchi o'rinda turibdi. Xuddi mana shunday demak bu yerda belgilab olishimiz mumkin ekan. Birinchi jadval yasaysiz, o'sha jadval bo'yicha keyin topshiriqlarni birma-bir demak bajarib ko'rishingiz kerak. Bo'lmasa bugungi o'sha Excel bo'yicha formulalar qismining ikkinchi darsi o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi darslarimizda bundan-da qiziqarli jadvallar ko'ramiz. Ya'ni statistik murakkab funksiyalarda davomi bor. Bularni hammasini birma-bir nima vazifa bajarishi bilan birga ko'rib, o'rganib, jadval orqali yasab nima qilamiz? Darsimizni davom ettiramiz. Bo'lmasa bugungi o'rganganlaringizni albatta amaliyotda qo'llab ko'ringizlar. O'zlaringiz kompyuterda bajargan holatda bosqichma-bosqich va o'sha video tagidagi testlarni ham to'g'ri yechgan holatda keyingi darslarga demak nima qilamiz? O'tishimiz mumkin ekan.